Ishonchli va garantiyali tur firma axtaryapsizmi? Mana shu video aynan siz uchun. Videoni oxirigacha ko'rib turing, to'liq ma'lumotlar beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Umra ziyorat kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz, do'stlar? Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisida bizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga 2026-yil avgust oyiga umra narxlari chegirmaga tushdimi degan savollarga mana sizga chegirma, mana sizga yangilik azizlar. Videoda oxirigacha ko'ringlar, sizlarga to'liq batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga mana shu videoda maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni ochiq deb e'lon qilamiz azizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, hozirgi kunda bizning safarimiz 14 kunlik bo'lib, 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramani tashkil qiladi. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari taqdim qilinadi. Madina Munavvarada gostinitsa oraliq masofalarimiz 150-200 metr tashkil qiladi. Makka Mukarramada esa 800-900 metr oraliq masofada bo'ladi. Ya'ni haydovchilar piyoda borib kelsa ham bo'ladi, haydovchilar bemalol avtobusda ham borib kelsa bo'laveradi. Ya'ni gostinitsadan chiqqanda o'sha soat binosi ko'rinib turadi. Haram hududigacha где-то bir 5 daqiqalik yo'l hisoblanadi. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqing. Bunday sharoitlar, bunday imkoniyatlar bu faqatgina siz uchun. Rasmiy va qonuniy dokumentlariga hammasiga ega, litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasi, ya'ni Marg'ilon ofisidan siz obunachilarimizga video syomkamizni chiqaryapmiz. Mustaqillik ko'chasi 235-A uydan. Bemalol o'sha litsenziyani tekshirib ko'rishlaring ham mumkin, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa sizlarga hozirgi kunda Toshkent, Jidda va Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha parvozlarimiz amalga oshirib kelinyapti. Haftaning har seshanba sanasiga Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha, haftaning har chorshanba sanasiga esa Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha parvozlarimiz bor do'stlar. Xo'p, bundan tashqari siz ziyoratchilarimiz bilan 14 kun mobaynida tajribali va malakali 50 boshlar hamrohligida ham ibodat, ham ziyorat, ham sayohatlaringda yoningizda hamrohlik qiladi. Xudo xolasa sizlarga hozirgi kunda kelgusi mana shu kelayotgan chorshanba sanasiga Farg'ona Jidda va seshanba sanasiga Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimizga joylarimiz juda ham oz qolgan. Hoziroq joylarini bron qilinglar. Bunaqa imkoniyat, bunaqa sharoit har doim ham bo'lavermaydi. Xudo xolasa sizlarga hozirgi kunda narxini Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha 1025 dollardan, Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha narximizni 1050 dollardan qilib belgiladik. Hoziroq biz bilan bog'lanib aloqaga chiqing va joylaringizni bron qiling azizlar. Xudo xolasa sizlarga to'liq batafsil ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.